Malika bir kechisi tush ko'rgan ekan. Tushida yana jodugarning uyida emish. U yiliqqa yayloqqa beribdi. Qarasa, yayloqda shahlo bazmisi o'tkazilayotganmish. Bazmiga osmon, suv, zimin podshohlari xonishlarini, o'g'il qizlarini billa ipkagan ekan. Xushro'y shu so'rinda bir pari bilan tanishib do'st bo'lib qopti. Pari qiz Xushro'yni osmonga, o'z o'rdisiga boshlab chiqib, sayli tomosha qildiribdi. Pari qizning bir momisi bor ekan. Momay Xushro'yga mundaq bir rivoyatni so'zlab beribdi. Ravulahning rivoyat qilishicha, sen turayotgan joy aslida bir podshohlik bo'lib, podshohning ismi Guliston ekan. Guliston shoh o'z ismiga muvofiq keladigan bir bog' bino qildirdi. Bundaq bog' 7 iqlimda yo'q ekan. Kishilar bu bog'ga podshohning nomi bilan Guliston bog'i Eran deb nom qo'yishibdi. Podshoh buning bilan qanoatlanmay, butun mamlakatni ko'kartish farmonini tushiribdi. Bu farmon o'z kuchini ko'rsatib, bir necha yildan keyin bu mamlakatning shaharlaridan tortib yezilirgacha, tog' jirolardan tortib cho'llargacha, büyük baraqsan, Guliston ko'klamzorlikqa aylanibdi. Shuning bilan suvlar sarab bo'lib, havosi saplashib, olamning go'zal bir jannati bo'lishga munosib o'sin bilan dunyoga mashhur bo'libdi. Mashriq, mag'rib ishqilib, jahonning hamma tomonidan bu yerdan o'rnak ilish uchun keladiganlarmi ko'payibdi. Shunday qilib, bu mamlakatning nomimi O'rda beg'ining nomi bilan Guliston bog'i Eram deb ataladigan bo'libdi. Keyin o'sha jodugar bu podshohlikning boyligidan boshqa butun zaminini odamlar bilan birga qum ostiga band qilib etibdi. Jodugar o'zining jinini chayonga aylantirib, chayonni bir oltin qutiga selib, qutini bir ajdahoning qorniga joylashtiribdi. U ajdaho shu yerdagi bir suvliq ko'lning ostida yotibdi. U ko'lning yonida suvi yo'q bir quruq ko'l bor ekan. Kimki ajdahoni ujuqtirib, uning qornidagi oltin qutini qo'lga tushirib, uning ichidagi chayonni ichsa, jodugar amron bo'lib, tilsim yemirilib, shahar asliga keladi ekan. Lekin ajdahoni jinidan judo qila oladigan bir misran qilish bo'lib, qilish shu atrofdagi quyuq tuman qoplab turgan egiz tog'ning ustida o'tlab yurgan bir arg'umoqning egriga isig'liq ekan. Arg'umoqni bir yo'lbos saqlaydi ekan. Kimki yo'lbosni o'ltirsa, arg'umoq uning oldiga yugurib kelib to'xtab, beshini egib turar ekan. Bu uning "Men sening xizmatingga keldim" degan ekan. Qilishni qo'lga keltirgandan keyin suvliq ko'l bilan quruq ko'lning o'ttirsidagi to'sma qirig'iga qilishni ursa, to'sma yerilib, suv quruq ko'lga eqib chiqib singib ketadi ekanda, ajdarho oshkorlanadi ekan. Zafar qushquchi shu mamlakatga podshoh bo'ladi ekan. Momayning so'zi mushiyaga kelganda Malika uyg'onib ketgan ekan. U shu chog'dan tortib, tushida anglaganlarini o'ngida shahzoda bilan birga ishga oshirishni o'ylab yurgan ekan. Biroq kutmagan yerdan bu hodisa yuz bergachga, u shahzodaga oshu tushiga asosan Guliston bog'i Eram debdi-da, jodugar bilan o'lim ko'rimlik jang qilish uchun to'p-to'g'ri jodugarning makoniga qarab uchibdi. U bu yerga yetib kelib,
o'zi ko'p qatim ko'rgan yayloq ustidan uchib o'tib, tumonliq tog'ga keldi. Biroq tog'ning ustiga qarab uchganda birdam nadindur o't paydo bo'lib, qanotini ko'ydirsa, birdam yomg'ir yig'ib qanotini ho'l qilib etib, zog'ini qicholmoqdi. U amalsiz odam siyoqiga kelib tog'ga yomishibdi. Lekin tog' tik. Tutadigan narsami bo'lmag'ashqa, yanada tog' ustiga chiqishga muvaffaq bo'lolmabdi. Shu chaqda o'tlab yurgan bir to'p qo'taz tog' bag'riga kelib qopti. Qo'tazlar ilgari malikini ko'rib yurgashga, uningdan urkimabdi. Malik bir qo'tazni minib tog'ga haydabdi. Qo'taz turli xatarlik joylardan o'tib, ming tasda malikini tog' ustiga ip chiqibdi. Ular tog' to'psiga qadam qo'yishiga dahshatli hurkirgan ovoz bilan tang osmondan tushgandek tuyuqsiz bir yo'g'on yo'lvoz paydo bo'ldi-da, kishilarni hingaytib, o'qdek yugurib kelib malikaga etilibdi. Bu chaqda malikimi shirg'a o'zgarib olishga ulgurgan ekan. U yo'lvoz bilan tishlashib, qo'ndoqlashib, shundoq ilishibdiki, chiqisining tirnog'i tekkan joydagi toshlarni ko'chib ketdi. Lekin yomon yo'lvoz yo'lda yetib shirg'a yo'l bermas degandek, shir yo'lvozni zodilib besib tushanmadi. Aksicha yo'lvoz uni tog'dan g'o'ltib etish uchun ishlagan peti tog'ning leviga tortishga boshladi. Dal shu chog'da yiliq qo'tazlar tog' ustiga chiqib ketdi-da, hammasi o'lishib yo'lvozga tang hujum qilib, yo'lvozning udulkaga yeriga usib tepib, munguzlari bilan yo'lvozning tenini o'tmi to'shib qilib o'tibdi. Malika bu fursatdan foydalanib, odam shakliga kelib, yo'g'on bir tosh bilan yo'lvozning beshiga urib, uning og'zi burnini mahjoytib etibdi. Yo'lvoz tipirlashdan to'xtash bilan tang jiroqdan kishnigan peti bir to'ruq arg'amoq shamoldek tez yugurib kelib, Malikaning oldida to'xtadi. Ot to'qliq bo'lib, ustida savut, lashkari kiyim, oltin kamar, nayza, sipar va kamarga o'tkazilgan g'ilofda bir qilich bor. Malika kiyimlarni kiyib, otga minib, bir qo'lida siparni, bir qo'lida qilichni ko'targan peti otni devitib, cho'q degan ekan, ot igiz tog'dan pastga qarab sakrab. Lekin larzon quchib, yerga yenikkina qo'ngan qushdek intayin siliq holda o'tloqqa tushibdi. Malika otni choptirib ko'l bo'yiga berib, mo'mayning diginidek qilgan ekan, ko'lning suyi quruq ko'lga eqib singib kirib ketibdi. Suluq ko'ldagi ajdirho ko'rinib qoldi. Bu uch boshliq bahayvat maxluq nima bo'lganligini bilinmay, bir sakrab ko'lning ustiga chiqib, piyoladek ko'zlari bilan atrofga qarab, udulida 100 qadamcha nerida ot ustida turgan bir odamni ko'rib, darhol dam tortdi. Ajdahoning qorniga go'yo qum ko'shgandek shu atrofdagi qumlar uchib kirdi. Ajdaho qarasa, yiliq odam turgan joyida qoqqan qo'ziqdek mazmut turg'udek. Buningdan g'azablangan ajdaho qorniga tiqilgan qumlarni bir purqigan ekan, dahshatli bo'ron chiqib osmondan qum yoqqandek hamma yoqni qop-qora qum to'poni besib ketdi. Malika otni choptirib ajdahoning yon tarafiga o'tibdi-da, qushqandek kelib uning bo'ron chiqarayotgan beshiga qilich soldi. Ajdahoning uzilgan beshi otqon toshdek o'zi chiqargan bo'ron bilan havoga uchib chiqib, bir ozdan keyin malaqqada yerga tushibdi. Ajdaho shu on yana bir beshining og'zidan yonar tog'dek lavo etishga boshladi. Ko'zni yumib ochqicha bu cho'ng o'tning tapidan qumlar qip-qizil cho'qqa aylanibdi. O't lavillari shundoq igiz ko'tarilibdi-ki, yer bilan osmon tutishib, butun jahon o't ichida qolgandek bo'lib ketdi. Lekin chiroq tuyu qorong'u degandek
ajdahoning o't chiqarayotgan beshining osti o'tdan xoli ekan. Malika o't ichidan bo'sib chiqib, ajdahoning oldiga keldi-da, bir qilich urib, uning bu beshini yerga do'miltib. Jahillik bilan jon talashayotgan ajdaho texmi ashaddiyilishib, yakki qolgan beshini go'yo xumdondan quyundek turilib chiqayotgan qop-qora istak qo'lg'ab, igiz ko'tarib, og'zidan sharqiritib suv to'kishga boshladi. Suv shundoq ulug' chiqibdiki, qumga singib ketamay birdamda qum dovillarining orasi ko'lga, bara-bara dengizga aylanganlik qildi. Malika bu to'lqinlarni yerib ajdahoning ustiga ot bilan uzib chiqib, uning oxirgi beshini qilishdan o'tkazib, o'zi chiqargan suvga cho'ktirib. Shu an suvlar qurib, burunqi qum dovillari asliga keldi. Malika otdan tushib, ajdahoni qiymilashga boshladi. Bir chog'da val-vul qilib oltin qut ko'rinibdi. Malika qutini qo'liga elib qarasa, uning qulupiga bir oltin oshqush kirgizuglik ekan. Malika oshqushni to'lg'ishi bilan shiriqqidi qilib qutining og'zi ichilib, uningdagi kaslanchukdek yo'g'on 40 bo'g'imliq bir chayon sakrab tushib, nashtirni ding tutib bir tarafga qarab kechdi. Shu chog'da uxlayotgan jodugar uyg'onib ketdi. Qarasa, yuragi o'rnidan qo'zg'alib to'xtamay tipirlab, og'zidan chiqib ketgidek bo'layotgandek. U bir balo bo'lganligini sezib, afsun o'qimoqchi bo'pti ekan. Afsun yodiga kelmabdi. U bu nima alomat deb irg'ib turib, cho'ng darvozadan sirtqa chiqsa, Malika bir nimani qo'g'lab ketayotgandek. Buni ko'rib, jodugarmi shu tarafga yuguribdi. Shu paytda Malika chayonga yetishyapti-da, uni tutqilib qo'lini uzatibdi. Ammo g'oyibdan qo'lingni uzatma, qilish bilan chop degan sado keldi. Malika chayonga qilich sapdi. Chayonning quyruqi uzilib tushibdi. Lekin u kesilgan joyda xuddi qozonda etlayotgan parsildoqdek sakrigili turibdi. Chayonning bosh qismi qechib beribdi. Shu chog'da jodugarmi yetib keldi-da, o'zi oldiga kelib to'xtagan chayonning bosh qismini hapala-shapala yerdan ilib og'ziga sapdi. Shu asnoda Malika ulgurib kelib, jodugarning og'ziga zarb bilan qilich uribdi. Jodugarning og'zining yuqori tarafi quliqining tövünidan cho'rt uzilib yerga tushibdi. Biroq jodugar yiqilmabdi. Chayonmi ko'rinmabdi. Shu chog'da yana g'oyibdan jodugarning bug'diyikining ostiga qilich ur. Chayon uning ichiga o'tib ketsa ish chatoq degan sado anglabdi. Malik shundoq qilgan, jodugarning javg'i tarafdan chiqirgan sat ovoz chiqib, jodugar gup qilib yerga yiqilibdi-da, bir ikki tepchaklab jim bo'ldi. Malik qarasa, to'g'risiga kesilgan chayonning bir parchasi qilichning bisiga choplashib turgudek. Hay hay. Bu chog'da shundoq ajoyib mo'jiza bo'ptiki, qum dovillari xuddi bir nima ishtirib kayniga surib ketayotgandek orqasiga yinib yiroqlarga ketibdi. Uning o'rnida hashamatlik ho'yla saroylar, rat-rat binolar, rasti bozorlar, dal daraxtlar, gul giyohlar qad ko'tarib, Malikaning oldida odamlari mig'-mig' bir obod, go'zal shahar paydo bo'ldi. Malika o'ziga navqiron yigitdek hamdala xat tatgan burut yasab, arg'umoqni minib, hozirlik jangdan chiqqan qiyofatida o'rdiga keldi. U jodugarning yer osti saroyida ko'ygan ko'riklari marmardan yasalgan, tom to'rislari uncha marvoyit qo'yib naqshlangan, qandillarida shom o'rnida go'har yinib turgan saltanatli bu joyni to'nibdi. Uxlab uyg'ongandek bo'lgan shahar xalqi va podshoh boshliq bu shaharning ulug'lari
yigitdan ahvolni uqib, o'zlarining bu nijotkorni podshoh qilib tiklishibdi. Guliston shoh vazir bo'pti. Ular shu chog'dagi yilnomi hisobi bo'yicha o'zlarining tilsim qilinib 300 yil uxlaganligini hisoblab chiqibdi.